Ushbu video ayollar uchun. Agar siz ayol kishi bo'lmasangiz, videoni ko'rmang. O'zingizni erkak hisoblasangiz, hoziroq chiqib keting. Erkak bo'la turib ayollar videosini ko'rishdan uyaling. Sizga ham bu bilimlar qiziq bo'lsa, boshqa resurslardan o'rganing. Videoda sizga nomahram bo'lgan ayol bor, Allohdan qo'rqing. Keting. Salom hammaga. Bugun 3-may, 2,5 oylik o'g'limni nimagadir burni juda ham xirillab, nafas olishga qiynalib, keyin yo'talishni boshladi o'zidan o'zi va doktorga olib borganimizda doktor bizga tezlik bilan havo namlantirgich va havo tozalagich olishni tavsiya qildi. O'zi havo namlantirgich chaqalog'i bor har bitta oilada bo'lishi shart va shuni bilgan holda biz arzonrog'ini va kichkinarog'ini olgandik, lekin natijasi unchalik yaxshi bo'lmabdi ko'rganimizdek. Shuning uchun bugun biz mana bunaqangi Xiaomi degan kompaniyani mana bu havo namlantirgich va tozalagichlarni sotib oldik va ularni bir oy davomida test qilib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu havo tozalagich internetda bitta video ko'rgandim. Shu qadar Toshkentning havosi changligini mana shu havo tozalagich yordamida ko'rsatib bergan va bunisi esa havoni namlantiradigan narsa. Va evaporative deganini agar bundan ham oladigan bo'lsangiz, mana buni evaporative deganini olishingiz kerak ekan, chunki bu changni o'ziga tortayotganda bu chiqaradigan namni ham o'ziga tortib olishi mumkin ekan. Men xullas shunaqa deb sotdi. Adashmasam bu $100, narigisi $300 yoki $200, men esimda yo'q hozir. Lekin natijasini sizlar bilan ko'rmoqchiman. Korobkalardan chiqarib, ichlariga suv qo'yib, o'rnatib qo'ydik. Ikkalasini bitta xonaga, natijasini ko'ramiz. Havo tozalagich va namlantirgichni atiga bir kun ishlatdik, lekin allaqachon bolamni yo'talishi to'liq o'tib ketdi va bu narsa meni qandaydir hayratga soldi. Bilmayman, balki bu совпадение, ya'ni tasodifdir, lekin shu narsani ishlatganimizdan keyin bolam birdaniga yo'talishni to'xtatdi. Orada burnidan katta kakashka chiqdi. Burniga fizrosfor quyib turdim. Mana shu narsalarni ishlatayotgan bir vaqtning o'zida va katta kakashkasi chiqib ketib, to'liq yaxshi nafas olyapti va yo'talib to'liq to'xtadi. O'zi aslida bir oydan keyin natija qana bo'lishini sizlarga ko'rsatmoqchi edim, lekin vaqtim bo'lmadi va bunga imkonim ham bo'lmadi. Lekin qaranglar, qanaqangi changni biz nafas olamiz. Va men bu apparatlarni eng arzonini izlanib yurib topganman. Sizlarga ham Telegramni qoldiraman. Bemalol ularga Ilmli onalik kanalidan keldim desanglar, $5 sizlarga ham skidka qilib berar ekan. Hammaga omad.